أنا عندي صورة دكتور وحيد Menda doktor Vohidning bir surati bor edi. Ana shu surat men uchun boshlang'ich nuqta bo'ldi. Chunki aynan o'sha paytda men birinchi marta Shayx Vohid ibn Abdusalom Bali haqida eshitgan edim. Ana shu surat orqali men uni As-Sorim al-Battor fi tasaddil lis-sahih siratil ashror nomli kitobini tanidim. Bu men uchun Shayx Vohidga tegishli deb ko'rgan ilk kitob edi. Keyinroq esa Allohga shukr, bu kitob juda keng tarqalganini, bir necha bor qayta nashr qilinganini bildim. Xo'sh, bu kitobning siri nimada deysiz? Aslida siz juda nozik va muhim masalaga tegib o'tdingiz. As-Sorim al-Battor kitobi yomon niyatli sehrgarlarga turish uchun yozilgan. Bu kitobning boshlanish davrlarida men universitetning oxirgi kurslarida tahsil olayotgan talaba edim. Shu bilan birga juma xutbalarini ham o'qir edim. Ko'p ilm borligi uchun emas, balki odamlarning ehtiyoji sababli. Chunki biz qishloq va sahro aholisidan edik. Ko'p joylarda juma namozini o'qitadigan kishi topilmasdi. Shuning uchun qo'limizdan kelguncha xutba qilib, Alloh bildirgancha uni gapirar edik. Xutbalarimizda doim ta'kidlar edik, sehrgarlar, firibgarlar va dajjollarni borish joiz emas, odamlarni bundan qattiq ogohlantirar edik. Bir kuni juma xutbasida tushganimdan keyin bir boshlang'ich maktab o'qituvchisi mendan savol so'radi. U savol meni juda qiynab qo'ydi. U shunday dedi: "Ey Shayx Vohid, gapingiz juda chiroyli. Sehrlarga borish joiz emasligiga shubha yo'q. Lekin ukam to'y kechasida xotinligiga yaqinlasha olmayapti, yaqinlik qila olmayapti. Men uni sehrgarga olib borishni istayman. Sizlarda yoki bunda biror bir yechim bormi shariatimizda?" O'sha paytda men hech narsa bilmas edim. Biroz sukut saqladim. So'ng dedim, albatta islomda bunga yechim bo'lishi kerak, lekin hozir men uni bilmayman dedim. Shundan keyin izlanishni boshladim. Sehrgar, jin, firibgarlik mavzularini tadqiq qildim. Nihoyat Fath al-Majid asari sohibi Fathul Baridan Vahb ibn Munabbih rahimahullohdan naql qilingan 3 qator nimaga duch keldim. U satrlarda shunday deyilgan edi: 7 dona sidr bargini olib, 2 tosh orasida yanchiladi. Uning ustiga 4 ta qalaqil o'qiladi. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya qul vallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin naslar. So'ng suvga solinib, shu suv bilan g'usl qilinadi. Bu xotinadaga yaqinlasha olmayotganlar uchun foydalidir dedi. Men buni o'qib juda qattiq xursand bo'ldim va dedim, yechimni topdik. Hamkasblarimga aytdim, islomda bog'lash, ya'ni ularga qarshi turadigan yechim topildi. Do'stlarimdan birining ukasi ham xotinidan to'silgan edi. Ya'ni yaqinlik qila olmas edi to'y kechasida. Alloh saqlasin. Garchi sog'lom bo'lsa ham har gal yaqinlashmoqchi bo'lganda ojiz qolar edi. Katta akasi dedi, bu gaplarni qo'y. Biz juda qiyin ahvoldamiz. Falon sehrgarga boramiz. Ular borishda sehrgarga turli narsalar yozib berdi, ichishdi, yuvinishdi, buyurdi. Hech narsa foydasi bo'lmadi. So'ng boshqa sehr deb ko'ylakka tilsimlar yozdi va buni kiyib xotiniga yaqinlash dedi. Bu ham natija bermadi. Shunda ularga aytildi, Shayx Vohidning oldiga boringlar. O'sha paytda na telefon bor edi, na qulay transport. Biz Alloh asrasin eshakka minib ularni qishlog'iga yo'l oldik. Yo'l davomida umrimda birinchi marta Allohga chin dildan iltijo qildim. Ey Robbim, meni sharmanda qilma. Bu men uchun emas, balki ular islomni mana shu deb o'ylayaptilar deb qattiq so'radim. Yetib kelgach dedim, 7 dona sidr bargini keltiringlar dedim. Ular bizda sidr daraxti yo'q deydi. Unda shu daraxtdan olinglar dedim. Bu kafur deyishdi. 7 dona kafur bargini olib kelinglar dedim. Barglarni 2 tosh orasida yanchidim. Ustiga 4 ta qalaqil surasini o'qidim. Oyatal kursini unga ziyoda qildim. So'ng haligi suvga berib turib, boring g'usl qiling dedim. Biz mana bu yerda kutib o'tiramiz dedim. Akasi dedi, xonangga kirib g'usl qilib, keyin bizga natijasini aytasan dedi. Biz esa hech narsa bilmagandek Qur'on o'qib o'tirdik. U ancha vaqt chiqmadi. Shunda dedim, borib eshikni taqillatinglarchi, biror bir yangilik bormikin dedi. Eshik taqillatildi. Ichkaridan ovoz keldi. Shayxga aytinglar, alhamdulillah, alhamdulillah ish bitdi, ketaversin deb. Mana shu voqea Allohning fazli bilan bu kitobni yo'lini boshlanishi bo'ldi. Ana shu ilk 3 kunda bu kitob safarini boshlandi.